Assalomu alaykum. Mana mijozimizga 1,5 kilovatli lazerli stanogimizni o'rnatib berdik. 1,5 ga 3 metr stolning hajmi 1,5 ga 3 metr bo'lgan. Raytools kompaniyasining kontrollerlari bilan kabina, fanli chiller, orqada mana stabilizatorlari bilan va 15 kilovatli kompressorlar bilan jihozlab berganmiz. 16 atmosferagacha havo haydab bera oladi. Stanogimizni sifati juda yaxshi. Hozir biz qilgan qildik, kesib ko'rdik. Mana kesgan darvoza uchun gul kesib ko'rganmiz hozir. Mana agar orqa tomonni ham ko'radigan bo'lsak, juda ham havoda kesilganligiga qaramasdan juda ham toza kesyapti. Bundan tashqari mana nirjaveyka listlar kesib ko'rdik, darvoza uchun palasalar kesib ko'rdik. Bular asosiy mijozimiz darvozalar bilan, gullar bilan shug'ullanar ekan. Darvozalar ishlab chiqarishadi. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida. Metal mahsulotlari, mana bu gullar. Bu mijoz stanok olishdan oldin biz o'zimizni sexda gul kestirib berishgan, o'zimiz kesib berganmiz bularga. Endi mana o'zlariga ham niyat qilishgandi, nasib qilib stanok o'rnatib berdik. Lazer boshini ko'radigan bo'lsak, bu ham Raytools firmasini BM110 degan avtofokusli головкasi. Avtomatik tarzda fokusni linzalarini kontrol qiladi. Stanokni ishlash jarayonini ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga ham shunday uskunalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.